Hammaga salom do'stlar. 2 kunlik tanaffusdan so'ng mana yana video qo'yishni boshladim. Bugungi videoda biz anavini o'rgataman. Nima edi? Manchester United emblemalarini qo'yishni, keyin forma yaratish, ya'ni qisqasi shunaqalar haqida o'rgataman. Mana ko'rishingiz mumkin, tanga olmos yig'ishga kirishib ketdim. 5000 tanga, 500 olmos yig'dim. Mana bu yerda topshiriqlarni bajaraversangiz, olmoslar narxi oshaveradi. D7 ga kelganda esa qotib qoladi. Ya'ni har kuni bajaraversanglar, mana shu 11 tadan har kuni olasizlar degani. Aniq har kuni 11 tadan bo'ladi degani. Shunday gaplar. Hozir bonusni olay. Birinchi navbatda mana bilasizlar, forma degan joylari bor. Mana shu yerda custom kit degan joyga bosasizlar. Keyin mana bu yerda 300 ta olmos turibdi. 300 ta olmosni bosib, anavi qilasizlarda, короче. 300 ta olmos bilan olasizlarda formani. Masalan, men hozir Cannavaro'ni kuchaytirishga olmos yig'yapman. Olmosimni ishlatgim kelmayapti. Ko'rsata olmayman. Hozir logoni ko'rsatib berishim mumkin mana. Logo menda ochilgan, mana ko'rishingiz mumkin. Manchester Unitedni logosini anavisi. Короче, kodini desa ham bo'laveradi. Kodi sifat narsasi. Mana shu kod bo'ladi. Uni qayerdan olasizlar? Kodni olish esa hozir ko'rsataman. Chiqamiz birinchi. Degan ilovaga kirasizlar. LS Pro ilovasida mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Manchester United formasini mana ko'rsatib qo'ygan. Mana Real Madrid formasi. Hozir Real Madrid formasiga kirib olamiz. O'zi ko'rsatib turadi. Hozir internetda mana ekan. Mana HTTPS deb yozilgan kodi bor. Uni mana kopировать bosasizlar. Mana kopировать qilindi deyapti. Endi DLSga kiramiz. DLSga kirgandan so'ng logoga bosib, custom logoni bosasizlarda mana imuni anasini o'chirib tashlaysizlar. Avval yozgan. Endi sizlarda yozilmagan bo'ladi-yu. O'chirib tashlashim kerak men. O'chirib tashlayman. Hammasini o'chirdik. Endi pastni bosasizlar, mana Real Madrid formasi bo'ladi va confirmni bosasizlar. Bo'ldi hozir. Vebsaytga kirib qoldim. Chota Real Madridga to'g'ri kelmayaptimi bunda? Save. Obbo. Real Madridda onasi to'g'ri kelmadi. Chota video o'xshamayapti-ku. Immuniki to'g'ri keldi, mana ko'rishingiz mumkin. Immuniki to'g'ri keldi. Zartni bossak, chota не то da orqa. Tak, boshqa logoni olib ko'raylikchi. Chota Real logo to'g'ri kelmadi negadir. Hamma logo to'g'ri kelishi kerak edi. Mana shu ilovadan oldim-da qisqasi. Manchester United, Real Madrid. Bu yerda 24-25-yilga ekan. Uzr. 24-25-yilga DLSniki ekan mana. DLS 26 ga Liverpoolniki. Tushunmasam. Mana Liverpool logosini olamiz. Ochamiz. O'rniga esa Liverpoolni logosini qo'yamiz. Endi mana ko'rishingiz mumkin. Bu bilmadim nima u. G'alati logo ekan. Liverpoolniki emas ekan. Просто Van Dijk rasmi turganiga Liverpoolniki deb o'ylabman. Mana ko'rishingiz mumkin, shunday logolar reklama qilib turadi o'zi. Yokida qidirishingiz ham mumkin hozir. Mana qidirish.
Masalan, O'zbekiston. Bormikan O'zbekiston? O'zbekiston. O'zbekistonniki yo'q ekan. Mayli. Unda qilib ko'rarkanmiz unda. Real Madridniki bordir 26niki. Real Madrid. Real Madrid. DLC 26. Mana shu bo'lsa kerak. DLC 19, 20, 512, 12. Nega 26 ni ham yozib qo'ygan ekan? Ko'raveraylik-chi. Copyright qilamiz. DLCga kiramiz. Custom logo. O'chirib tashlaymiz. Liverpoolmi bilmayman qaysidir logo. Endi esa copyright qilingan narsani joylashtiramiz. Ko'ramiz. Yo'q, u o'xshamas ekan. 19-yilginiki ekan. Realda. 20-21 chiqdi. Mana 25-26niki ekan bu. Adashmasam shu to'g'ri kelishi kerak. Xo'sh. Hozir Realning emblemasi tushishi kerak bu yerga. Pastda Tak, endi-chi. Mana endi Real Madridning logosi tushdi. Shunday qilib, bu yerda custom logoni ochish uchun, ya'ni sizlarga 150 ta olmos kerak bo'ladi. Ya'ni kod yozish uchun. 150 ta olmos bilan ochasizlar, keyin esa o'sha ilovani tortasizlar. Play Marketda bo'ladi doim. Play Marketdan nima bo'ldi men Play Marketimga? Mana. Play Marketdan DLC Pro edi. DLC Pro deb yozasizlar. Mana birinchilardan bo'lib chiqib keladi DLC Pro degani. Shunday qilib, skachat qilib, o'sha ilovadan olasizlar kodlarni. Endi esa Real Madrid logosi mana ko'rishingiz mumkin. Endi esa biz qizil o'yinchilarni sotamiz. Sotish kelib qolibdi qizil o'yinchilarga. Menga qizil o'yinchilardan to'g'risini aytsam hech kim kerak emas-da. Undan ko'ra anaviga kuchaytirish qilganim yaxshi. Qizil o'yinchilarni baribir o'ynatmayman. Vissani ham sotib yuboramiz. Jackson Irvinni sotib yuboramiz. So'ng esa Kubo, Nico Ultimate sotib yuboramiz. Endi esa Felix sotib yuboramiz. Felix nega sotyapman? Chunki o'zimni Felixim kuchliroq buni ko'rgancha. Chunki qani edi Felixim? Mana ikkita 100 chiqqan men Feliximdan. Ham bu 85 darajasi. Sotib yuboramiz buni ham. Ya'ni bizga hozir sifatli video kerak. Ya'ni sizlar kommentlarda qoldiribsizlar. Kanalimni kuchaytiring debsizlar, keyin esa o'rgating debsizlar. Men o'rgatdim va kanalimni kuchaytirishga yig'moqdaman. Kuchaytirishlar hamda olmoslar. Xudo xolasa video chiqaraman. Kelasi videoda menimcha kanalimni kuchaytirsam kerak. Hozir esa topshiriqlarni Dream League Live matchda yut debdi. De Gea bilan clean sheet qil debdi. Clean sheet degani quruq o'yin qil deyapti. 3 ta gol urishim kerak ekan Dream League Live'da. Haftalik topshiriqlar ham keldi. 4 ta ssenariyni bajarishim kerak ekan. Davay bitta ssenariy bilan videoni tugatib qo'yamiz. Ssenariy o'ynamaganimga ancha bo'lib ketdi. Nega kalla qo'ymadi? O'zim o'yinchilarim baribir yaxshiroq ulardan ko'ra.
Yaxshi emas, o'tmadi. O'tganda yaxshi demoqchi edimda. Udimir zarba darvozabonga juda oson zarba bo'lib qoldi. Topshiriqlarni reklama ko'rib o'zgartirsangiz ham bo'ladi, agar u topshiriqni bajarishga qiynalsangiz. Topshiriqlar doim karyer match o'yna degan topshiriqlar tushadi. Ko'pincha, doim emas. Ko'pincha shu topshiriqlar tushadi, almashtirsangiz. Xo'sh, nega bu yoqqa qarab ochilmaydi mana Viktor? Qani mana ikkalasi ham nariyoqqa qarab ochilgan edi. Nariyoqqa qarab nima keragi bor deymanda? Xo'sh, o'tib ket. Yaxshi o'tib ketdi. Nega? Mashqdan zarba ber. O'zim o'yinchimga tegib qoldi. Shu ssenariy o'ynamagandan keyin o'zim o'yinchilarimga o'rganib qolganman-da. O'zim o'yinchilarim bulardan ancha kuchli. Voy, bo'ldi, yutqazdik men chizimlarim. Mayli, bugungi video yakunlanadi o'zi. Ko'pgina gapirib qo'ydim. Video vaqti ham unchalik cho'zilmagan bo'lsa kerak. Ana kelibdi. Biz 4-turdamiz, ko'rishingiz mumkin. 2,43,000 XP yiqqanman. Vaqtida men 1-turga chiqib chempion bo'la olmaganman-da. Mayli. Bugungi video o'z nihoyasiga yetdi.